Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mana birodarlar, muborakli bo'lgan Ramazon oyi ham o'tdi. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyida ozgina tutgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Mana Ramazon oyidan keyin Shavvol oyi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shavvol oyida ro'za tutishning fazilatlarini aytganlar. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. Abu Ayyub radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qaysi bir kishi Ramazon ro'zasini tutsa, so'ngra Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutsa, Alloh taolo 1 yil ro'za tutgan ajr savob beradi dedilar. Alloh taoloning Ash-Shakur degan ismi sifati bor. Ash-Shakurning ma'nosi mo'min kishi ozgina amal qiladi, Alloh taolo ko'p qilib beruvchi degan. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo mana bu ism sifatiga loyiq bo'lgan zot. Mana Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutyapmiz, Alloh taolo 1 yil ro'za tutdi degan ajr savobni Alloh taolo beryapti. Shavvol oyidagi 6 kun ro'zani ketma-ket tutish kerakmi yoki Shavvol oyi ichi bo'lib tutsa ham bo'laverami deyilsa, bu masalada ro'za tutgan odamning o'ziga ixtiyor beriladi. Agar xohlasa ketma-ket tutadi, agar xohlasa Shavvol oyi ichida 6 kun ro'zani bo'lib tutsa ham bo'laveradi. Agar qazosi bo'lsa, Ramazon oyidagi qazosi bo'ladigan bo'lsa, birinchi qazosini tutishlik afzal bo'ladi. Keyin 6 kun Shavvol oyining 6 kun ro'zasini ketma-ket tutishlik o'zining ixtiyorida. Agar Shavvol oyi ichi bo'lib tutsa ham o'zining ixtiyorida bo'ladi.